Meni FPS'im juda past va telefon ham juda ham qotadi. Xo'sh, kuchli telefon olishim kerak. Buni qanday qotmaydigan qilsa bo'lar ekan-a? Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan Suyfix YouTube kanali. Bolalar hozir sizlar bilan ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutgan video 3.6 versiyada PUBG'ni 120 FPS qilish hozir sizlarga o'rgataman. Albatta video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa o'rtoqlar gap cho'zib o'tirmasa videoni boshlaymiz. Xo'p, bolalar, bizga mana shu yerda hammasi kerak bo'ladi. Shizuku, Termux va 90 FPS degan programma kerak bo'ladi. Shizukuga kiramiz, Pairingga, Developer Options deganga kiramiz. 90 FPS endi topishni o'rgataman qaysi programmaligini. Va bitta simsiz debugging degani yoqamiz. Usubi debugging ham yoqamiz. Bolalar videodan ko'rishingiz mumkin. Bitta ruxsat berish yoqamiz, bosamiz. Bitta qurilmalar juftlash kodi bor. Mana shu kod beradi, tepadan bizga kod yozish uchun narsa keladi. Va mana shuni yozamiz bunda betga. Xo'p, endi mana yozamiz. Mana 770 024. Mana shunaqa kod berdi. Endi mana shuni yozishimiz kerak. Endi jo'natamiz. Bo'ldi. Pairing, subfields, qarshi mana shunaqa narsa keladi. Endi bu yerdan chiqamiz. Startni bosamiz. Start bo'ldi. Mana. Agar start bo'lmasa mana bo'ldi, qaranglar. Bo'ldi bu. Endi yana bitta ana qilib qaytadan kiraveramiz. Agar sizlarda boshqa narsa chiqqan bo'lsa, mana shunaqa start degan tugma chiqmagan bo'lsa, narsa chiqmagan bo'lsa, yana pairingga kiramiz, bolalar. Developer Options deganga keyin pastga tushib, usubi debugging deganni o'chirib yo'q olishimiz kerak bo'ladi, o'rtoqlar. Mana shu usubi debuggingni o'chirib yo'q qo'yamiz. Okay bosamiz. Ifsomga chiqsak, startni bosib ko'ramiz. Yo'qolib qoldi. Startni bosib ko'ramiz. Bo'ldi, mana bo'ldi, bo'lar ekan. Endi kutamiz mana shuni bo'lishini. Endi mana bu nastroykaga kirib, ikkinchisiga 90 FPS yoqib qo'yamiz. Endi bu yerdan 90 FPS programmasiga kiramiz, bo'ldi. Bu yerdan don't deb bosib olamiz. Bu yerdan loading chiqadi. 90 FPS qayerdan topishni o'rgataman. Play Marketga kiramiz. Play Marketda mana 120 FPS PUBG FX Tool deb yozsak, topsa bo'ladi. Mana shu xuddi men qanday yozgan bo'lsam, sizlar xuddi o'shani yozishinglar kerak bo'ladi. Mana yozamiz. Keyin mana 90 FPS programma chiqib keldi. Mana sariq rangda va 3.6 degani bor. Reklama qo'yaverib, to'g'risi nima reklama ko'p qo'yar ekan, lekin 120 FPS qo'yib beradi bolalar. 120 FPS chiqaradi. Xo'sh, endi bu yerda reklamani uni chiqaraveramiz. Endi bu yerda unlock 120 FPS deganni tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Hozir globalga bosamiz. Endi unlock 60 FPS. Endi bu yerda method 1 deganni bosamiz, bolalar. Method bo'ldi, mana unlocking max FPS. Unlocking max FPS dedi. Bo'ldi, endi bu yerda reklama qo'yadi. Reklamani o'tkazib yuboramiz. Hozir X chiqdi, mana X bosamiz. Hop. Endi bu yerda launch game'ni bosamiz, bolalar. Bolalar, endi PUBG ga kirishni tezlashtiraman. Keyin ko'rasizlar 120 FPS ochishini. Endi nastroykaga kiramiz. Mana bosib videoni yakun ko'rib olamiz. Nastroykaga kiramiz. Mana bolalar ko'rayotganingizdek, mana 120 FPS ochildi. Mana ishladi. Ikkala joyda ham ishlab turibdi. Endi ishlashini ham ko'rsatib o'taman. Agar ishonmaydigan bo'lsa, prosta bu ko'rinib turadi emas. Bu ham kadrni ham o'zgartiraman. Ko'ryapsizlar, bu oddiy 20 FPS telefon o'zi. 120 FPS ga chiqarildi mana. Endi poligonga kiramiz hozir, bolalar. Poligonga kirib ko'rsataman. Kadrni ham o'zgartirganni. Mana ko'ryapsizlar, mana zapisda o'zi telefonim ozgina qotgani uchun sizlarga ozgina qotgan ko'rinyapti.
lekin zo'r ishlayapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Silliq bo'lib, mana ko'ryapsizlar, kadri ham o'zgargan. O'zi 20 fps bilasizlar, rasa qotadi. Mana ko'rib turganinglar bo'lsa, ko'rib turayotgan bo'lsanglar, mana ko'ryapsiz, tiniq ishlayapti. 120 fps bo'ldi bolalar. Lekin bu ham qotadi. Unaqa qotmaydi. Sizlarda qotayotganini ancha kamaytirib beradi. Birinchidan qotishni ancha kamaytirib beradi. Keyin mana shu kadr, mana tezlik shunday bitta bosasizlar sekin oladi. Короче, silliq holatda, unaqa qotib olmaydi. Keyin qotishlari ham ancha kamaytirib qo'yadi o'rtoqlar. Shu yerda videomiz o'z nihoyasiga yetdi bolalar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni sizlardan so'rab qolaman. Keyin videoga ham like bosib qo'yishingizni sizlardan so'rab qolardim. Bo'lmasa o'rtoqlar, kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.